Dunyoda hamma yomon ko'rsin sizni. Agar Alloh yaxshi ko'rsa, bularni yomon ko'rgani hech narsa emas. Birodar, jamiyatda ehtimol o'rningiz katta emasdir. Faqirdirsiz, quvvatingiz yo'qdir, husndor emasdirsiz, ehtimol hech kim tanimas. Bir joyda borligingizni ham, yo'qligingizni ham odamlar ehtimol sezmas, ammo Alloh va payg'ambari yaxshi ko'rgan bo'lsa, birodar, ikki dunyoda saodatga erishishingiz aniq. Qiyomat kunida birodar, podshohlar maqomida martabasida bo'lasiz. Bitta sharti bor. Alloh va Rasuli sizni yaxshi ko'rsa. Mayli odamlar qadringizni yetmasa, mayli odamlar bilmasa bizni, muhimi Alloh yaxshi ko'rsin. طويل الشوق يبقى في اغتراب